Okay guys, how are you doing? Bugün bizlərdə ikinci dərsimiz və gördüyünüz yangi location ham tapdıq bizə. İndi köp dərslərimizi Xuda xohlasa şu yerdə etamiz. Alright, so köp gapirib o'tiribman, dərsni o'zina o'tib ketamiz. Alright, so today is our second lesson and we are getting into the more serious lessons. Have your notes, pen ready and write down everything you learn. Bugün bizlərdə ikinci lessonimiz və bugün seriozniroq mavzularda o'tishni boshlaymiz. Shuning uchun daftar, qalam, ruchka hammasi tayyor dursin. Tinch joyda ko'rib, hamma o'rgangan narsalaringizni yozib olinglar. Okay, so darsga o'tib boshlasak. Demak, bugün nima o'rganamiz? Bugün 5 narsa o'rganamiz ekan. Ya'ni darsimiz 5 qismdan iborat bo'ladi. Birinchi, readingdan 9 olish uchun eng muhim 2 ta narsani ko'rib chiqamiz. Ya'ni readingda 5,5-6 oladigan studentlar va readingda 9-8,5 oladigan studentlar orasida shu 2 dona habit yotadi, 2 dona odat yotadi. Bizlar shuni bugun ko'rib chiqamiz ekan. Keyin note completion savol turini qanaqa ishlash, note completion'ni ishlashni yaxshilab o'rganib ko'rib chiqamiz ekan. Undan keyin note completion practice etamiz, real exam materiallar bilan chista practice etib ko'ramiz o'rgangandan keyin. Prosta o'rganib tashlab qo'yamiz. Undan keyin note completion xatolarni analyze qilishni o'rganib chiqamiz. Undan keyin esa homeworks bo'lar ekan bizlarda. Okay? So, let's get into the lesson. Demak, part 1 birinchi qism reading 9 two things. Reading 9 uchun 2 dona asosiy narsa bizlarda. Demak, birinchi ko'pchilik qiladigan 2 xatoni ko'rsak. Faqat artikel o'qib, reading o'ziga e'tibor bermaslik. Shuni bir studentlar bo'ladi, faqat artikel o'qiydi. Haqiqiy real test passage ishlamaysanmi desa, yo'q. Men ustozim aytgan artikel o'qiyman bo'ldi deydi. Keyin bu student testga kiradidan 5,5 olib chiqadi yoki 6 olib chiqadi maksimum. Keyin ikkinchi turdagi student bor. Faqat passage practice qilib, reading comprehensionga e'tibor bermaydi. Ya'ni faqat passage o'qib beradi, bir kunning o'zida 7-8 reading passage practice amat qo'yadi. Lekin shu oltirgan natijalarni ko'rsangizlar 13 dan 5 dona, 13 dan 6 dona topiradi. Qanchalik ko'p practice etsa-da. Keyin o'qib turgan narsani tushunasan desa, yo'q, qiyin deydi. Nima uchun? Chunki reading comprehension'a e'tibor bermagan. Okay. IELTS readingda bu skilllarni ikkalasi ham tekshiriladi. Reading comprehension and knowing how to solve each question type. Bizlarda readingda 2 dona narsa test etiladi bo'lgan. Boshqa hech qanday narsa test etilmaydi. Bu bizlarda reading comprehension va savol turlarini o'zini ishlashni bilish. Masalan, native'da kelsangizlar bir native chista ingliz tilida gaplashib yuradigan odam. Agar shu odamga test bersangizlar va umuman ishlab ko'rmagan testni bersangizlar, IELTS'dan ko'pi bilan 7-7,5 olib chiqadi shu testdan. Men ingliz tilini bilsam, nima uchun? Chunki savol turlarini yaxshi bilmagan. Endi ikkinchi turdagi studentlar, u native bo'yin bizlarda o'zbek bo'ladi. Masalan, Xushnud deb nomlasak odam. U hamma savol turlarini o'rganib chiqadi, hammasini soatlab practice etadi, lekin reading comprehension yo'q. 13 olib chiqadi. U 7, maksimum 7,5 olib chiqadi. Nima uchun? Chunki bizlarda birsini bilib turib 9 olishning imkoni yo'q. Bizlarda ham tushunish kerak, comprehension bo'lish kerak, hamda esa savol turlarini o'zini ishlash bilish kerak. Okay? Demak, biza shu ikki narsani o'rganamiz ekan. Guruhlarda har xil practice testlar, kitoblar, artikellar bor. Shularni o'rganib, bizlar comprehensionimizni oshiramiz ekan. Undan tashqari, hozir shu darslarda har bir savol turini solve etishni, yechishni o'rganib chiqamiz. Shuni ayttirib, readingni master etib 9 ga chiqsak bo'ladi ekan, okay? So, agar ikkalasini ham bilmasangiz, ko'pi bilan band 5 bo'ladi. Agar ikkisini ham bilmasangiz, comprehension ham past bo'lsa, savollarni qanaqa qilib ishlashni bilmasangiz ham. Agar faqat bittasini bilsangiz, 6,5-7 o'rtasi bo'ladi bizlarda. Lekin agar ikkisini ham master qilsangiz, bizlarda band 9 bot tushundik. Men o'zim testga kirganda 40 daqiqaning ichida band 9 ishlab olib chiqaman. Nima uchun? Chunki birinchi navbatda reading comprehension bomba bo'lgan, ko'p artikel o'qaman. Undan keyin esa ko'p savol turlarini hammasini qanaqa qilib ishlashni o'rganib chiqqaman. Va bu reading comprehension keyin SAT testdan olib ko'rganman. Birinchi ishlashimda hech qanday usullarni o'rganmay 690 chiqqan adashmasam SATda. Okay? Demak, bu yerda reading comprehension va savol turlari ikkisini ham endi hozir ko'rdik. Ikkisini ham qanchalik muhim ekanini va ikkisini ham
master atan bo'lsak 9 olishimiz mumkin ekan ko'rdik. Endi shularni qanaqa qilib o'stirishni ko'radigan bo'lsak. Demak, birinchi o'rinda doimiy o'zingiz sevgan kitoblarni o'qing. Kuniga 20-60 bet. Buni avvalgi birinchi darsda ham aytdim. O'zingiz sevgan kitobni topib oling va buni o'qiyvering. Bu juda ham muhim bizlarda. Masalan, Harry Potter books, Lord of the Rings, any book that you like. Keyin ikkinchi, aktiv usulda artikl o'qing. Qanaqa qilib aktiv usulda artikl o'qishdan ko'rib chiqdik. 5 yoki 6 dona qadamlari bor edi bizlarda. Xuddi shunday turib haftasida 2-3 marta o'qishlaringiz kerak bo'ladi. Bu doimiy sevgan kitobingizni o'qishdan qiyin bo'ladi, lekin foydasi juda katta bo'ladi ekan. Uchinchisi bizlarda passage practice qiling. O'zi birgina passage practice qilish bilan ham skorni oshirish mumkin, lekin ko'pchilik soatlab passage ishlay olmaydi. Bizlarda Jahongir IELTS degan va Instagramda 9 qo'ygan ustoz. Bu ustoz nima deydi? Bizlarda nima? Kitob o'qish, keyin artikl o'qish bu umuman foydasiz narsa deydi. Faqatgina passageni o'zini o'qib turib ham balans ko'tarsangiz bo'ladi deydi. Chunki passageni o'zi ham bu ingliz tilidagi tekst. Buni o'qib turib ham comprehensionni oshirsa bo'ladi deydi. Bu to'g'ri, 100% qo'shilaman, lekin degan yeri bor bizlarda. Hamma kunini 2-3 soatlab to'xtamay passage o'qib bilmaydi yoki passage practice qilib bilmaydi, chunki bu zerikarli. Shu uchun ham biza orasına boshqa kitoblar qo'shamiz. Artikellar qo'shamiz, o'zimizga yoqqan, o'zimiz sevgan kitoblarda asarlarni qo'shamiz. Shunday qilib, ko'p o'qisak bo'ladi kunda. Ya'ni energiya ko'p vaqt passage practice etamiz, ki energiya kamagan vaqtda, yoqmay qolgan vaqtda kitob o'qiymiz, shunga o'xshagan narsalar etamiz ekan. Okay? Demak, ikkinchi, endi bizlarda savol turlari bor ekan. Savol turlarini ham ko'rib chiqsak. Birinchisi comprehensionni oshirishimiz kerak bo'lgan. Ikkinchisi savol turlarini o'rganishimiz kerak bo'lgan. Buni qanaqa qilib master etsak bo'ladi? Har bir savol turini to'g'ri usulda ishlashni o'rganib chiqing. Agar noto'g'ri usulda ishlaydigan bo'lsangiz, progress qilish juda qiyin bo'ladi. Men o'zimda shunday bo'lgan, matching information savol turini xato ishlaydigan bo'laman. Lekin o'zim bilmaganman xato ishlashimni. Shunday turib juda ham qiyin bo'lgan, ko'p testlarda pass ishlaydigan bo'laman. Keyin YouTube'da shu haqida birgina video ko'rganimdan keyin to'g'ri ishlash usulini o'rgangandan keyin boshqa umuman xato etmaganman. 99% holatda to'g'ri ishlab bilganman. Bu ham xuddi shunday narsa bo'ladi ekan bizlarda, okay? Demak, har bir savol turini yaxshilab o'rganib chiqasizlar. Bu savol turini qanaqa qilib o'rganaman desangizlar, keyingi videolarda birma-bir har bir savol turini o'rganib chiqamiz. Va bugun note completiondan boshlaymiz ekan. Okay? Ikkinchi, bitta savol turini o'rgangach, shu savol turini practice qiling va har bir practicedan keyin analyze qiling. Ya'ni shunday savol turini o'rgandikmi, prosta qo'yib qo'yamiz shundan keyin. Bu savol turini practice etamiz va analyze etamiz. Hozir bu videodan ham practice etamiz, undan tashqari yana ham qo'shimcha practice etishlaringiz kerak bo'ladi. Okay? Demak, bir savol turini master qilganingizdan keyin bir savol turini master qilganingizni qanaqasiga gapirish mumkin? Men o'zim shu strategiyani ishlatganman. Bir savol turini o'rgandingiz, practice qilishni boshladingiz. Endi savol tug'iladi. Qachon keyingi savol turini o'tsam bo'ladi deb. Bu savol turini qachon master etaman deb. Bilishni bir usuli, shunday qilib 3 dona test ishlaysiz, ketma-ket va 3 dona testdan ham 100% shu savol turini hammasini topadigan bo'lsangizlar, bu degan master etgan bo'lasizlar. Masalan, birinchi testda 7 dan 7 topib, ikkinchi testda 8 dan 8 topib, uchinchi testda bir xato qilsangizlar ham bu bo'lmaydi bizlarda, master etmagan bo'lasiz. 3 dona davomiy 100% ishlashlaringiz kerak testlardan. Bir savol turini. Shunda shu savol turini master etgan bo'lasiz. Okay? Girl, you're the best dedinglar. Girl, you're the best. Bu yerda boy desam bo'ladi. Masalan, my boy is the best at turib. Okay, yeah. Agar shunday turib har bir savol turini, har bir videoni ko'rib, o'rganib, practice et, master et ketaversangizlar, you're the best bo'ladi bizlarda. Alright? So, part 2. Endi eng asosiy readingni oshirishni ikki narsani ko'rdik. Endi practical stuff o'tamiz. Ya'ni bugun note completion o'rganamiz, keyin darslarda boshqa savol turlarini o'rganib boshlaymiz endi. Okay? We're getting into the more serious stuff. So, note completion qanaqa bo'ladi deganlar uchun birinchi example ko'rsam. Note completion qanaqa ko'rinishda bo'ladi. So, bizlarda bunday bo'ladi. Birinchi example, bu yerda example bergan. For example, questions 1 to 7 dedinglar. No more than 2 words and or a number.
Keyin bizlarda yana bu yerda barkod. Demak, bir gap, shu yerda yana 1 2 deb javob yozish uchun joylar qo'yib qo'yibdi. Bu nima? Shunda bizlarda so'z tushib qolgan. Shu so'z topishimiz kerak. Yeah. Buni endi hozir ozgina bir chala tushungan bo'lishlaringiz mumkin. Shuni hozir zo'raytib tushuntirib qo'yaman. Yaxshilab e'tibor berasizlar. Demak, first you have to know what are notes. Notes nima ekanini bilishingiz kerak bizlarda birinchi. Chunki savolning nomini o'zi note completion bizlarda. Okay? Demak, notes bu katta mavzudan o'zimiz tushungan ma'lumotlarni yozib olish bo'lar ekan. Ya'ni bizlarda bir katta mavzu bo'lsa, tasavvur etinglar, masalan, professor bir gap aytibdi yoki maktabda dars o'tibdi va shu darsda o'tilgan masalan bir 1000 so'z aytgan bo'lsangiz, 1000 so'zni ham yozib olmaysizlar. Asosiy ma'lumotlarni not etib daftaringizga yozib olasiz. Bu ham bizlarda xuddi shunday bo'lar ekan. Bu savol turi ham xuddi shunaqa usulda tuzilgan. Siz katta passajdan ma'lumotlarni topasiz va not qilib ketilgan qismida bo'sh joylarni to'ldirasiz. Ya'ni bunda ham xuddi shunday bizlarda katta passage bor, bu yerda esa kichkina notes bor. Ya'ni shu katta passajdan asosiy ma'lumotlarni olib noteslar qo'ying. Endi siz shatasiz, shu notesda 1-2 so'zlar tashlab ketgan, asosiy so'zlar. Siz passajdan shu so'zlarni topib turib, notesda o'rnini qo'yishingiz kerak bo'ladi. Bizlarda xuddi shunday ishlanar ekan. Men darsda o'tirgan payti tasavvur qiling, bitta student darsda o'tirgan payti professor doskaga yozgan narsalardan not qilib olgan. Lekin o'ziga sayyoralik fe'l qizni universitetdan haydash maqsadida bu notni muhim qismlarini o'g'irlab ketgan. Sizning vazifangiz professor yozgan ma'lumotlar ichida qiz not qilganlarni topish va qizni daftariga bo'sh joylarni shu so'zlar bilan to'ldirish. Ya'ni bizlarda professor uzun lecture berdi va qiz daftardan shunday qisqa notlar yozib o'tirdi. Lekin bizlarda Yovuz o'ziga sayyoralik fe'l bor. Shu fe'l galdidan qizning notlaridan muhim so'zlarni olib ketib qoldi. Qizni tushunmay testdan yiqilish uchun. Endi siz vazifangiz shu professor bergan uzun lecturedan qarab turib, kerak so'zlarni olib qiz yozgan nota qo'yish bo'ladi. Ya'ni qizni qutqarish bo'ladi. Universitetdan haydalmasdan, okay? Note completion shunday deb tasavvur etsangizlar ham bo'ladi. O'ziga sayyoralik fe'l, professor va not olib o'tirgan qiz bizlarda. Okay. Keyin nima uchun bunday g'alati usullar bilan aytib turibdi deb o'ylashlaringiz mumkin. Bizlarda bu mnemonika bo'ladi. O'zim mnemonikani ko'p praktisa etganman. Shunday mnemonikada umuman bir-biri bilan do'rgamaydigan g'ayrioddiy narsalarni qo'shsangizlar, kalangizda juda ham ko'p vaqt qolib ketadigan bo'ladi. Shuning uchun hozir bu darsda fe'ldan olib kelibmiz. Nima uchun? Fe'ldan olib kelsak, note completion yodingizda qolib ketadi. Masalan, bir oddiy lecture aytib, bu bunday bo'ladi, bera bu so'z qo'yasiz deb o'tirsam, zerikali bo'lib qoladi va esingizdan chiqib ketadi 1-2-3 kundan keyin. Chunki miya odatiy narsani esinda qo'ymaydi. Lekin shunday fe'llarni boshqa jonzotlarda olib kirsak, g'ayrioddiy bo'ladi. Miya ko'rmagan narsa bo'ladi va shu sabab ham yodingizda qolib ketadi, okay? Yana ustozim detskiy ekan, shu bunday narsalarni olib kirib o'tiribdi degan narsa bo'lmasin, okay? Okay. So, address me. Address the elephant in the room. Shuni gaplar bizlarda ingliz tilida ko'pchiligingiz bilsangizlar kerak. Address the elephant in the room deydi. Ya'ni roomdagi bir asosiy muammoni adressat degan gap. Okay? Demak, bu tushib qolgan so'zlarni prosta qarab topib olsangiz ham bo'ladi. Agar reading comprehension yaxshi bo'lsa. Lekin shu testda 40 ta savol uchun atigi 1 soat vaqt beriladi. Shuning uchun tezroq javob topish uchun strategiya ishlatishimiz kerak. Ya'ni reading comprehension yaxshi bo'lsa, tushunib bilsangizlar, bemalol tushuntirib, passajdan qarab topib kelsangizlar bo'ladi. Lekin 1 soat ichida 40 savol o'ylab topish qiyin. Shu sabab biza to'g'ri strategiyalarni o'rganishimiz kerak. Vaqt saqlab qolish va maksimum hamma javoblarni topish uchun bizlarda. Okay? Demak, endi strategy. Asosiy strategiyaga o'tsak. Bu bizlarda keyingi part bo'ladi adashmasam. No, bizlarda u partga emas. Okay. Strategy. Endi note completion'ni hozir ko'rib chiqib tushunib oldingizlar deb o'ylayman. Qanaqa bo'lishi haqida. Endi strategiyasini ko'rib bo'lsak, qanaqa qilib bu savol turini maksimum effektiv usulda yechsak bo'ladi eng qisqa vaqtda. Bizlarda xuddi shunday bir nima bor. 5 step
ishlatishimiz kerak. Demak, birinchisi read the instructions. Ya'ni birinchi instruction, ya'ni no'da turganni o'qib chiqishimiz kerak bo'ladi. Masalan, bu yerda ham instruction o'q. Bizlardan shu no more than two words and or a number degan bu instruction bo'ladi bizlarda. Bu qanaqa ishlaydi? No more than two words and or a number degan write no more than two words da tut. Ya'ni ikki so'zdan ko'p yozilmasida tut. Bu degani bu javoblarni 3 so'z yozib bersangizlar xato bo'ladi degan. Okay? Shu qoidalarni har doim o'qishlaringiz kerak. Masalan, bir so'zdan ko'p yozish mumkin emas bo'lsa va javob burgut bo'lsa, lekin sizlar chiroyli burgut taqilgan bo'lsangizlar ham xato bo'ladi. Nima uchun? Chunki bir so'zdan oshib ketdi bu. Shuning uchun har doim qoidasini o'qinglar, okay? Bu juda ham muhim bizlarda. Demak, birinchi read the instructions. Second, look at the headlines to see the whole idea of the note. Headline'a qaraymiz. Ya'ni shu umumiy ideyasini bilib olish uchun bu note completion no haqida ekanini headline'a qaraymiz. Headline degan boshidagi mavzusi degan. Masalan, bu yerda qanaqa mavzu bor qo'ydi? Global wealth distribution, ya'ni xalqaro boylikni bo'linishi. Ya'ni masalan, millionerlar 80% qismini egallaydi. Boylikni kambag'allar degan 0.1% ni egallaydi degandek gap bu bizlarda, okay? Xuddi shunday. Demak, mavzu shunday ekan. Sizlar ham shunday test ishlaganda mavzusini bilib olasizlar. Keyin read the first question carefully. Birinchi savolni yaxshilab o'qib chiqamiz. Ya'ni birinchi savol qaysi bizlarda? Birinchi savol bu bo'ladi. Okay? Read the first question carefully. Understand its meaning. Ma'nosini tushunib olamiz ekan. Find what you are looking for. Nima uchun, qanaqa javob uchun qarab turamiz topamiz. Verbmi, nounmi, adjectivemi, namesmi, numbersmi. Keyin highlight keywords. Keywordlarni highlight etamiz. Guess the answer. Keyin esa javob shunchaki taxmin etamiz. Hozir shu 3-stepda juda ham ko'p narsa bo'lib ketdi. Tushunmay qolgan bo'lishingiz mumkin. Shuning uchun hozir birma-bir ko'rib chiqsak buni. Demak, birinchi understand its meaning. Ma'nosini tushunib oldik. Bu nima degan? Ba'zilar bo'ladi, ba'zi studentlar shunday savol bo'lsa, keywordlarni highlight etadi, boshqa etadi, lekin shundan ham javob topadi. Nima uchun? Chunki asl ma'nosini tushunmagan bo'ladi. Shuning uchun birinchi o'rinda savolni o'qib, yaxshilab ma'nosini tushunib olishimiz kerak. For example, in here, according to a UN report, the world's wealth distribution is drastically something. Demak, birinchi according to UN report. UNni report etishidan qaraganda dedi. Endi UN nima ekan bilmaymiz, menimcha bir organization, no bilish ham shart emas. UN report etishidan qaraganda the world's wealth distribution, dunyoni boylik qismlari is drastically judayam bir narsa deydi. Demak, bizlarda bu yerda nima bo'lishi kerak? UN reportlarına qaraganda dunyoning butun dunyodagi boylikni ko'p qismi judayam bir narsa deydi. Judayam masalan o'syapti deyish mumkin yoki kamayapti deyish mumkin. Shunga o'xshagan narsa bo'lishi mumkin. Ya'ni bizlarda nima bo'lishi mumkin bu yerda? Bizlarda bu yerda verb bo'lishi mumkin, ya'ni fe'l bo'lishi mumkin. Nima uchun fe'l dedim? Chunki bizlarda bu yerda to be ga tutdi. To be dan keyin adverb ga tutdi. Yana birinchi the world's wealth distribution bizlarda subject, undan keyin is to be, keyin adverb ga tutdi prosti. Nu buni e'tibor bermasangizlar ham bo'ladi. Asosiysi world's wealth distribution subjectimiz, keyin is to be'si subject to be. Keyin nima bo'ladi bizlarda? Keyin yoki noun bo'ladi yoki verb bo'ladi. Shuning uchun ham bu yerda yoki verb bo'lishi mumkin yoki javobimiz noun bo'lishi mumkin. Shunday qilib taxminat ketishlaringiz kerak bo'ladi. Undan keyin understand its meaning, find what you are looking for. Hozir buni topdik, nima uchun qarab turganimizni. Undan keyin esa keyin ham verb, noun bu uchun ham qarasangizlar bo'ladi. Adjective, adverb yoki names, ismlar uchun yoki numbers, raqamlar uchun ham qaraydigan vaqtlaringiz bo'ladi. Keyin highlight keywords. Keywords degan bu nima? Keywords degan bizlarda ma'nosini ko'p chiqarib beradigan so'z bo'ladi. Ya'ni asosiy so'zlar. Masalan, bu yerda no. Masalan, bu yerda UN report degani keyword aytib olsak bo'ladi deb o'ylayman. Wealth distribution yoki keyin wealth distribution, wealth distribution. Drastically something. Mana shu so'zlar keyword aytib olsak bo'ladi masalan. Xuddi shunday qilib highlight etasizlar sizlar. Keyin guess the answer. Savolni taxmin etib ko'rishimiz kerak.
For example, bu yerda no more than 2 words depti, okay? According to UN report, the world's wealth distribution is drastically, for example, increasing yoki decreasing. Hammasi bo'lishi mumkin. Okay? Demak, 3-chi stepdan o'tdik. Javobni taxmin etgandan keyin ishlatamiz. Taxmin yozib to'g'ri o'tib ketaveramizmi? Yo'q. Chunki taxminimiz xato bo'lishi mumkin. Shu sabab endi passage'a qaytamiz ekan. Okay. Endi ishlatamiz ekan. Answerda taxmin etgandan keyin to'g'ri taxminimizni yozib ketaveramiz. Bu bizlarda chunki xato ham bo'lishi mumkin. Ishlatamiz. Endi passage'a qaytamiz va shu tagini chizgan keywordlarni topish uchun schematamiz. Schematish qanaqa bo'ladi? Schematish bizlarda ko'z yugurtirib chiqish bo'ladi tekstda. Masalan, bu yerda UN report deganni nima aytaylik? Keyword aytaylik. Endi shu UN report uchun qarang yaxshi, nima uchun? Chunki wealth distribution degan sinonim ham bo'lishi mumkin. Masalan, global wealth distribution deyish mumkin, boshqa deyish mumkin. Lekin UN report deganni sinonim bo'lmaydi. Chunki UN bizlarda bu bir tashkilot va tashkilotning nomini sinonim bo'lmaydi hech qachon. Shuning uchun UN report uchun passageda schematamiz. Schematish qanaqa? Shunday turib birma-bir gaplarni o'qib o'tiramiz. Bugun Sherzod baliq tutishga bordi deb o'qib o'tiramiz. To'g'ri, UN report degan so'z kallada qo'yamiz va shu so'z uchun qarab ketamiz schemat. Ya'ni o'qimiz prost ko'z yugurtirib ketamiz bir so'z topish uchun. Bu nima uchun ishlatiladi? Bu javobni lokatsiyasini topish. Masalan, shunday ulu passage bo'lsa, hammasini bir javob topish uchun o'qib o'tirmaysiz. Birinchi schematib tez lokatsiyasini topib olasiz, keyin shu yerda maydalab o'qiysiz ekan. Anchagina vaqt saqlab qoladi bizlarda bu scheming. Shuning uchun buni yaxshilab o'rganib qo'yinglar. Keyin scheme to find the keywords from the question, scan this part and find the answer. Shu lokatsiyasini topganlaringizdan keyin javob scan etasizlar. Scan etishni ol, scan etish nuqtama-nuqta o'qish degan. Shu javob topgan yeringizda 2-3 nuqta oldindan o'qib boshlaysiz va javob topguncha yaxshilab o'qiysizlar shu qismini. Okay? Bu yerda scanning deyiladi. Skimming, scanning. Shu ikkisini yaxshilab o'rganib qo'yinglar, juda ham muhim. Skimming ko'z yugurtirib lokatsiyasini topish javobni, scanning esa shu yerni mayda-mayda o'qib, javobni to'g'ri javobni topish o'zin. Lokatsiyasini emas, to'g'ri javobni o'zin. Voila. Shu voila degan so'zni aytaman. Voila. Voila. Okay. Voila. You just found the answer to the first question. Now do it for the rest of the questions. Yana hozirgina birinchi savol javobini topdingizlar. Endi shuni hamma savollar uchun aytib chiqishingiz kerak. Ya'ni birinchi savolni yana xuddi shunday usulda topasizlar. Bu birinchi, ikkinchi read instruction, look at the headline degan bu bir marta aytasizlar bo'ldi, boshqa aytish shart emas. Lekin 3, 4, 5 ni takrorlashlaringiz kerak bo'ladi. Ya'ni birinchi savolni o'qib highlight etasizlar, skimga location topasizlar, javob topasizlar, keyin savol o'tib uni ham highlight etasizlar, xuddi shunday aytib ketasiz. Boshida bir ko'p vaqt oladigan ko'rinishi mumkin va oladi ham ko'p vaqt, lekin o'rgangan sayin kalla o'rganib ketadi. Va shunday hozir buni aytishim kerak deb o'ylab o'tirmaysizlar. To'g'ri savol qilingan, to'g'ri ishlab ketadigan bo'lasizlar avtomatik. Ya'ni bu velosiped haydashga o'xshaydi. Velosipedda masalan boshida hozir rulni burishim kerak, hozir rulni chap aylanish uchun bu mushakimni orqaga tortishim kerak, hozir oyog'imni to'xtamay pedal bostirishim kerak degan. Bo'lishi mumkin boshda haydaganda, lekin 1-2 haydagandan keyin o'rganib ketasizlar, natural bo'lib ketasizlar. Bu ham xuddi shunday narsa bizlarda. Okay? Yana bu bizlarda Queen albatta sizlar bo'lasizlar va bu Jester kim bo'ladi? Jester bizlarda reading bo'ladi. Ya'ni readingdan shunday master etib qo'yasizlar, comprehensiondan barginam, keyin it's gonna be so fucking easy. Okay? Oh my god, bro, I feel so embarrassed. So there's a window and there's a girl looking at me. I don't know why, but damn. I feel embarrassed, bro. Okay. Part 3-4. Not completion, practice and analyze. Endi hozir o'rganib chiqdik, qanaqa qilib practice etishdi, ishlashdi. Endi shuni real practice etib ko'rsak. Solve from the HTML file. You show how it's done in practice. Hozir bu yerda ishlaymiz. Chista readingdan ichki ishlanadigan bo'lsa, hozir shunday attirib, boshqa bir fayldan ishlab ko'ramiz ekan, okay? Okay, demak, Hellsmogers Materials o'tdim, reading test qismini o'tdim. Bizlarda not completion ko'pincha passage 1 da o'shiradi. Shuning uchun hozir passage 1 practice etib ko'ramiz. Demak,
History of production and chocolate. Buni ishlab ko'ramizmi? Bu qanaqa? Chocolate kimga yoqadi? Agar sizlarga yoqqan bo'lsa eshitdingiz. Demak, chocolate yoqadiganlar qo'l ko'tarsin. Okay. Hech kim qo'l ko'tarmadi, keyingisini o'tamiz. The impact of potato bor ekan masalan. Let's see this. Who likes potatoes? You know? Start test. Alright. So, demak, reading passage 1. Impact of the potato bor ekan. Demak, birinchi true false notgan ekan. Bundan o'tirardim. Ishlash shart emas. Demak, question 6 to 13 bor ekan bizlarda. Okay? Endi shuni ko'radigan bo'lsak. Demak, birinchi taraf, birinchi read the instructions. Demak, instruction nima deydi bizlarda? Birinchi headline o'qisak, bu yerda headline yo'q ekan, backni o'qisak bo'ladi. Impact of the potato. Kartoshkani impact deydi. Impact degan ta'sir degan bizlarda. Kartoshkani ta'siri, no ta'siri bor ekan. Let's see. Demak, complete the sentence below with no more than one or two words. No more than one word from the passage for each answer. Demak, bir so'zdan ko'p bo'lishi kerak emas ekan. Bu degan ikki so'z yozsa ham xato bo'ladi, raqam yozsa ham xato bo'ladi, chunki bu yerda faqat so'z qo'ydi. Okay. Birinchi 6-ni o'qib ko'rsak endi. In France, Fransiyada. Endi France degani highlight etaman keyword aytib. Nima uchun? Chunki Fransiya bu davlat, buni topish oson bo'ladi. Skimiyat. Buni sinonim ham yo'q. In France, people started to overcome their disgust about potatoes because the king put a potato in his buttonhole. Okay? Demak, birinchi ma'nosi mening tushunmasak. In France, Fransiyada people started to overcome their disgust about potatoes. People started to overcome their disgust. Ya'ni odamlar o'zini jirkanchligini overcome etishni boshladi. Ya'ni jirkanchligini yo'qotishni boshladi. About potatoes. Kartoshkalar haqida. Ya'ni qadimda kartoshkalarni yomon ko'rgan ekan, disgust etgan ekan. Because chunki nima uchun disgust etganini yo'qotib boshladi? Chunki because the king put a potato. Qirol kartoshkani qo'ydi deydi in his buttonhole. O'zini buttonhole'da deydi. Buttonhole degan bu kiyimning shunday buttonlari qadaladigan yerda bo'ladigan hole bo'ladi, teshik. Ya'ni sadafda o'tiradigan buttonhole bizlarda. Okay? Demak, Fransiyada odamlar o'zini disgustini yengishni boshladi kartoshkaga tamom bo'lgan. Chunki qirol kartoshkani qo'ydi shunday buttonhole'da deydi. Demak, potato bir narsa. Berar nima bo'lishi mumkin endi? Taxminlasak, qanaqa javob bo'lishi mumkin? Katta ehtimol bilan o'ylayapman, noun bo'ladi bizlarda, ot bo'ladi. Ya'ni masalan, potatodan yasalgan sadaf bo'lishi mumkin yoki potatodan yasalgan bir naqshli bir style bo'lishi mumkin, shunga o'xshagan narsa. Okay? Demak, endi qaysi so'zlar uchun qarayman men? Men king ham highlight etdim. Demak, buttonhole, king, France. Shu uch so'z uchun qarayman. Potato uchun qaraman. Nima uchun? Chunki bizlarda butun passage potato haqida. Bu potato hamma yerda uchraydigan so'z. Shu o'rnadan e'tibor berasizlar. Demak, skematsak. France. Demak, Spanish bor ekan bu yerda. Europe, okay. Fransiya Yevropada adashmasam. Northern Europe. Okay. England bor ekan. Tak. Similar pattern, English Channel, Netherlands, Belgium and France. Bizlarda Fransa ham topildi, okay? Demak, skematib javobni topdim. Ko'rgan bo'lsangiz, shuncha passajda o'qib vaqtim yetadi, lekin zo'r skematib pasat tushib oldim. Endi shuni o'qib ko'rsak. Demak, king degan so'z bor ekan boshda birinchi. King, let's see. Royal Seal of Approval. Royal Seal of Approval degan bu Louis 16. Louis 16 bu bizlarda king. Okay, demak javob shu F passageda bo'ladi ekan. Tak, let's see. The peasants remained suspicious dedi. Peasants degan kim bu bizlarda? No, kinolarda aytadi-ku. You are a peasant dedi-ku. Harry Potter'da ham aytadi adashmasa. You are a peasant dedi. Matblat degandiga. Peasant degan no, qulsan degan. Ya'ni o'ta kambag'al, yomon odamsan degan. Bu yerda no gapga tutdi, demak the peasants remain suspicious. Peasantlar, qullar suspicious bo'lib qoldi, ya'ni gumonlari qoldi potatoda dedi. In spite of 1771 paper from the faculty of Paris testifying that the potato was not harmful but beneficial.
Shunday bir test aytibdi. Bizlarda potato zararli emas, foydali debdi. Lekin shundan ham qullar nima bo'lib qolibdi? Qullarni gumoni qolibdi baribir ham. Bizlarda aytgandek, hozir gumon bor ekan, lekin hali overcome their disgust bo'lib boshlamadi. The people began to overcome their disdain dedi. Yana bizlarda overcome their disgust, bu yerda overcome their disdain dedi. When the plant received the royal seal of approval, Louis XVI. Demak, shuni approvalni olibdi, shu qirolni, Royal 16. Okay, lekin hali hech narsa aytmadi buttonhole haqida. Yurarkan began to start a potato flower. Began to sport a potato flower in his buttonhole. Okay? Demak, bizlarda javob nima bo'ladi ekan? Potato flower. Bizlarda potato bor edi. Demak, javob flower bo'ladi ekan. Potato flower in his buttonhole. Ina, taxmin etganingiz to'g'ri bo'libdi. Bir style naqshladik, shunday flower qo'yib boshlabdi. Problem solved. Endi shuni keyingi savollar uchun ham repeat etishimiz kerak. Masalan, yana birsini ko'rishsiz bo'lsa. Frederick realized. Frederickni darrov hal etamiz nima uchun? Chunki bu odamning ismi va buni hech qachon sinonim yo'q. Har doim keywordni olganda sinonim yo'q so'zlarni olishga harakat etinglar. Frederick realized the potential of a potato, but he had to handle the against potatoes from ordinary people. Demak, Frederick angladi dedi the potential of potato. Frederick anglab yetdiki the potential of potato kartoshkani potensialini dedi. But lekin he had to handle the shu narsani handle etish kerak. Handle etish degan yechish degan. Handle the bir narsa against potatoes from ordinary people. Demak, Frederick anglab yetdi. Frederick potatoni potentialni anglab yetdi deydi. Ya'ni kartoshkan potensialni anglab yetdi. Lekin but he had to handle the bir narsa. U shu narsani yechishi kerak edi against potatoes from ordinary people. Potatolara bo'lgan shu bir narsani oddiy odamlardan. Endi oddiy odamlardan potatoga qarshi nima bo'lishi mumkin? Masalan, bir hate bo'lishi mumkin, nafratlanish mumkin yoki shunchaki jirkanish mumkin. Shunga o'xshagan narsa bo'lishi mumkin. Endi shuni nima ekanini topishimiz kerak. Tak, desatadon bo'lsam, handle bir narsa against people. Taxminan bu yerda adjective bo'ladi. Masalan, discuss bo'lishi mumkin, shunga o'xshagan narsa. Okay, Frederick bu yerda bor ekan bizlarda. Yana not completion haqida bir narsa javoblar ketma-ket keladi. Ya'ni birinchi javob bu yerda kelsa, ikkinchi javob bu yoqda boshida kelmaydi. Demak, Frederick the Great of Prussia saw the potatoes potential dedi. Okay, demak ko'ribdi bu potatoni potentialni. To help feed his nation and lower the price of bread. But, yana bizlardan ham but degan yeri bor. Ko'rgan bo'lsangiz. Demak, face the challenge of overcoming degan handling degan. The people's prejudice against the plant. Odamlarda prejudice'ini deydi. Doğrusunu aytsam ham, readingdan 9 ham bo'lsam ham, prejudice so'zini ma'nosini bilmayman. Va bilishimiz shart emas buni. Prosta yonidagi so'zlarning ma'nosini bilsak bo'ldi. Demak, people's prejudice against the plant. Demak, bu yerda nima bo'ladi ekan? Prejudice against potatoes from ordinary people. Bu yerda against potatoes degan, bu yoqda against plants deb qo'ydi. Demak, prejudice. Okay? Endi check-out ko'radigan bo'lsak, faqat shu ikkisini let's see. Okay. 2dan 13 yana. İkisini ishladik, ikkisi ham to'g'ri bo'libdi bizlarda. Review answers for example. Demak, bularni ishlamadik. Yana flower, prejudice. İkisini ham to'g'ri topamiz. Demak, congratulations to us guys. Let's go. Ishonamanki sizlar ham ishladingizlar va hammasini to'g'ri topdingizlar. Tak, endi shatib practice etishni tushunib oldingizlar deb o'ylayman. Yaxshina tushunarli bo'lgan deb o'ylayman. Endi shatamiz, endi homeworklar o'tamiz endi. Tak, part 5, homeworks. Demak, birinchi, analyze one article in an active way. Active. Article'da active analyze etishni o'rganib o'tdik. Yodingizdan chiqib ketgan bo'lsa, birinchi videoga qaytinglar, shu yerda tushuntirib o'tganmiz. Xuddi shuni attirib article analyze etasizlar. Undan keyin practice 3 note completion test. Shuni attirib material guruhdan bemalol practice etsangiz bo'ladi. 3 dona note completion test. Okay? Daily tasks. Keyin buni har kuni tasklaringiz ham bo'ladi. Bu bizlarda
Read at least 15 pages of book. Kamida 15 bet kitab o'qish. Watch one movie series at least 1 hour. Kamida bir dona o'zingiz yoqtirgan TV seriyadan, serialdan bir qismini ko'rish. Masalan, The Boys ko'rishingiz mumkin, Invincible yoki bo'lmasa agar yosh bola bo'lsa, Stranger Things for example, yeah. Shunday turib shu homework bizlarda. So as always, keep studying hard, qattiq o'qishda davom eting, qattiq practice etishda, o'rganishda davom eting, har kun video lessonlar ko'ring, practice eting va shunday turib davom etgan bo'lsangiz, 100% ishonavering-ki, yerga qiyosi bemalol bilasiz yaqin muddatda. Shuning uchun to'xtamang, qattiq o'qing. I believe in you guys and I know you can achieve anything. As always, I love you guys.